Bu harakat Hindistonda 26 kishining hayotiga zomin bo'lgan sayyohlarga qilingan hujum ortidan amalga oshirilgani aytilmoqda. Hindiston mazkur hujum ortida Pokiston turganini da'vo qilmoqda, biroq Pokiston buni qat'iyan rad etdi. Hindiston rasmiylariga ko'ra, zarbalar 9 ta terrorchilik obyektiga qaratilgan, ammo Pokiston bu iddaolarni inkor qilib, hujumlarda tinch aholi jabrlanganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Pokistonda 8 kishi halok bo'lgan, jumladan 2 nafar bola. Yana 35 kishi jarohatlangan, 2 kishi bedarak yo'qolgan. Pokistonning aytishicha, zarbalardan biri masjidga tekkan. Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif Hindistonni ayyor va qo'rqoq hujumda ayblab, mamlakat har qanday tajovuzga munosib javob berishini bildirdi. Hozirda ikki davlat chegara hududlarida o'quv maskanlari yopilgan. Har ikki tomon ham urush holatiga yaqin harakat qilmoqda. Daily Pakistan Hindiston armiyasi Kashmirdagi nazorat chizig'ida oq bayroqni ko'targanini ma'lum qildi. Pokiston tomoni Hindiston qurolli kuchlari brigadasining shtabi va Kashmirdagi ajratuvchi chiziq bo'ylab joylashgan Hind postining yo'q qilinganini ma'lum qildi. Hindiston armiyasi esa bu bayonotlarni tasdiqlamadi.